Kechirishdan so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Yoshi 60 dan oshgan shaxs o'z nevaralariga o'rnak bo'lish o'rniga o'zi qing'ir yo'lni tanladi. Yoshni yosh deymiz, adashdi deymiz, yoshi kattanichi. Unga qanday bahona topamiz? Ichki ishlar vazirligi, hududiy bo'linmalari hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Yunusobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1961-yilda tug'ilgan shaxs o'z xonadonida giyohvandlik vositalarini saqlab kelayotganligi aniqlandi. Kelib tushgan tezkor ma'lumotga asosan Yunusobod tumani 7-Chinor ko'chasida joylashgan xonadonlarning birida olib borilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida fuqaro yashash xonadonining omborxonasi, yotoqxonasi va oshxonasidan turli joylardan yashil rangli, o'tkir hidli o'simliksimon modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida bayonnoma asosida rasmiylashtirib olinib, hujjatlashtirildi. Bola-chaqam oilam bilan yashayman. 5 ta navaram bor, 5 ta bolam bor. Yashashimizni olib keldim uyga. Iste'mol qildim. Qilgan ishimdan uyalib pushaymonman. Uyat kechirishdan so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Rasmiylashtirib olingan 1,5 kilogramm quritilgan giyohvandlik vositalari, bundan tashqari uyning hovlisiga berkitib qo'yilgan 8 tup yashil rangli o'tkir hidli o'simlik moddasi kimyoviy ekspertizadan o'tkazildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, ushbu moddalar giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Hozirda ushbu holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.